Sotuvda Belarus 82 ni randomidan qo'yib chiqarib boramiz. Podpishka uchun like bosib qo'ysizlar. Shu texnikamiz surgan manzil Namangan viloyati Mingbuloq tumanida ishga soz holat turibdi. Endi holatda texnikamiz sizlar bilan birgalikda obzorlarini qilib beramiz. Texnikamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan, ayb rasxodlari yo'qdan texnikamiz narxiga keladigan bo'lsak, 125 million kam bor deb aytib o'tishyapti. Hech qanaqa ayb rasxodlari yo'q, dokumentlari ham siraz bo'ladi, oldi bo'lalari ham yaxshi holatda ko'rib turibsizlar. Oldi bo'lalar kam, perdo'klarda umuman ish yo'q, cho'tki holatida. Motorda rasxod yo'qdan bo'ladi, ko'rib turibsizlar. Ko'jiqda yoriqlari yo'q, zatimoz korobkalar paytda yurgan ovozlari yo'qdan bo'ladi. Texnikamiz soz holatida ko'rib turibsiz. Hop, belchina bo'lonlarimiz yaxshi holatida. Kabinaning holatlari chirimagan, 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Bu tomonlari ham o'zidan radnoyda turibdi. Qishloq xo'jaliklar ishlaydi. Silinderlar o'ziniki, eng qizig'i mana trubkalar ham hali hamongacha o'ziniki turibdi ekan, qaranglar. Texnikamiz chirigan, netgan yeri yo'q, zatimiz korobkalari ham yaxshi holatda. Ollari tortadi, ko'rib turibsizlar. Motorda rasxodlari yo'qdan bo'ladi. Bu texnikamiz ishga soz. Bu bruslari ham yollamagan, bu old tomondagi. Endi holatda salon qismlarini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu texnikamizni yurgizib ham ko'rsatib beramiz. Akkumulyatorlari ikkita orqada o'zim zavodskiy holatda turibdi texnikamiz. Akkumulyator ham yaxshi. Ajaga sizga qanaqa texnika kerak bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsalaring, o'sha texnikaga qarab xudo xolasa qo'yib chiqarib boramiz. Podpishka uchun videoga like bosib qo'ysizlar. Shu kanalimizga obuna bo'lib qo'ysizlaring, birinchi o'rinda arzon yaxshi texnikalardan qo'yib chiqarib boramiz. Endi holatda shu texnikamizni sizlar bilan birgalikda yurgizib ko'rsatamiz. Joylaringiz sog' bo'lsin, xudo xolasa podpishkada tursalaring, shunaqa arzon yaxshi texnikalardan qo'yib chiqarib borishimiz uchun yaxshi bo'ladi. Bu texnikamizni shu yerda o'zida sinab sizlar uchun ko'rsatib beramiz. Aka, yurgizaverasiz. Motor holatlari ham juda ham tekis holatda ishlab turibdi. Atqam akamir 10-simi skorga soldi shekilli traktorda, o'shanda ham tortib ketyapti, ko'rib turibsizlar, olov bo'lib. Hozir endi shu texnikamiz qaytib keladi, video davomida ko'rib turasizlar. Shu akalar muxlis samalari. Ko'rib turibsizlar. To'g'rimi? Tushunsa? Qo'yaverasiz. Shu texnikamizni ko'rib turibsizlar. Yaqinlar xudo xolasa podpishka uchun videoga like bosib tursalaring, shunday yaxshi texnikalardan qo'yib chiqarib borishdan to'xtamaymiz va charchamaymiz.